Hello, servus, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Germaniyada oila birlashtirish vizasi to'g'risida gaplashamiz. Uni qachon qilish kerak, kimlar tomonidan qilinadi, qachon qilgan ma'qulroq va nimalar buning uchun kerak bo'ladi, qanaqa hujjatlar, qanaqa jarayonlar kerak bo'ladi, barchasini ko'rib chiqamiz va videoni oxirrog'ida o'sha hozirgi yangi sistema bo'yicha Auslands portaldan qanday qilib turmush o'rtog'iga va ayoliga antrakt to'ldirish, ariza to'ldirish va shu kabi jarayonlarda hammasini ko'rib o'tamiz va o'rgatishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi, oila birlashtirish vizasi nima? Oila birlashtirish vizasi familiya naqsun deb ataladi va ikki qismdan iborat bo'ladi. Turmush o'rtog'ini birlashtirish va farzandni birlashtirish. Farzandni birlashtirish kinder naqsun deb ataladi. Bu jarayonlar hammasi ikki qismdan iborat bo'ladi. Auslands Behörde'da qilinadigan jarayonlar va undan tashqari Auslands portalda, ya'ni yangi sistemada qilinib O'zbekistondagi elchixonada o'sha termin bilan bo'ladigan jarayonlar. Keyinda kimlar qila oladi? Germaniyada hududida yashab faoliyat yuritayotganlar va Fachkraft va Blau Card vizasiga ega bo'lganlar qila oladi. Chunki ularda oyligi buning uchun yetarli. Oylik qancha bo'lishi kerak degan savol tug'iladi shu joyda. Oylik o'rtacha o'sha bir odam uchun, o'zingiz uchun 1200-1400 netto atrofida. Agar kimnidir ayolingizni olib keladigan bo'lsangiz, o'rtacha aytyapman. Bularda hamma Auslands Behörde'da har xil. Bu Germaniyada bilasiz, Bundeslandlar bor. Har bir Bundeslandda Auslands Behörde'si o'zi mustaqil ravishda faoliyat yuritadi. Shuning uchun ularda talablari ham har xil bo'ladi. Ayolingizni olib keladigan bo'lsangiz, o'rtacha 1600-1800 netto atrofida va farzandingizni ham qo'shib olib keladigan bo'lsangiz, 1800-2200 yevro netto atrofida bo'lishi lozim bo'ladi oyligingiz. Agar sizni oyligingiz bunga yetarli bo'lmasa, siz qo'shimcha, ya'ni nebenjob, ya'ni bu degani o'sha shanba kunlari qilinadi odatda va bundan soliq olib qolinmaydigan, to'g'ridan-to'g'ri oylik olinadigan kichik ish degani. Nebenjob va qo'shimcha yoki ish beruvchidan iltimos qilishingiz kerak bo'ladi ozgina oylikni ko'tarish masalasida. Shu kabi ishlarni qilish lozim bo'ladi. Qachon qilganim ma'qul? Xo'p, qachon qilganim ma'qul degan savolga javob berishdan oldin o'zi odatda 3 oydan keyin yoki 6 oydan keyin siz oila birlashtirish vizasini qilsangiz bo'ladi. Lekin bu meni maslahatim, siz endi Germaniyaga kelishingiz bilan siz oila birlashtirish qilishga tayyor bo'lmaysiz. Chunki hali siz Wohngemeinschaftda yashayotgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni odamlar bilan, va siz hali ijara uyi topmagan bo'lishingiz mumkin. Siz hali integratsiya qilmagansiz yaxshi. Siz hali tilni uncha yaxshi tushunmaysiz. Shuning uchun shoshmaganingiz ma'qul. Bemalol tilga moslashib, o'zimda esimda bor, birinchi kelgan vaqtimda 1 oy 2 oy orasida juda ham qiyin bo'lgan boshida. Til B2 daraja bilan kelgan bo'lsam ham, lekin juda ham qiynalganman. Chunki baribir B2 C1 daraja bilan kelsangiz ham bu yoqqa integratsiya qilib, ozgina moslashib, ketguningizcha, adaptatsiya hosil bo'lguncha biroz vaqt o'tadi. Shuning uchun shoshmaganingiz ma'qul. Keyin siz oila birlashtirish qilishingiz uchun uzoq muddatli viza yoki Aufenthaltstitel degan narsa kerak bo'ladi. U Aufenthaltstitelda o'rtacha siz Germaniyada 6 oy atrofi yashaganingizdan keyin qilsangiz bo'ladi. Buning uchun sizga iloji bo'lsa o'sha shartnomangizda unbefristet, ya'ni chegaralanmagan shartnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun siz hali 6 oy o'sha sinov muddatidan o'tishingiz kerak. Keyin Aufenthaltstitel olib, iloji bo'lsa shartnomangizni unbefristet yoki uzoq muddatliga o'zgartirib, keyinchalik oila birlashtirish qilganingiz ma'qulroq. Endi qaysi qismlardan iboratligini yana bir to'xtalib o'tamiz. Auslands Behörde'da qilinadigan jarayonlar va O'zbekistondagi o'sha elchixona va Auslands portalda qilinadigan jarayonlardan iborat bo'ladi. Auslands Behörde'da sizni hujjatlaringiz o'rtacha 2 hafta, 3 hafta mobaynida, balki 1 oy mobaynida tekshirib chiqiladi.
Shuning uchun maslahatim ikkalasini birga qilganingiz ma'qulroq. Siz hamma hujjatlarni tayyorlaysiz va Auslands Behordadagi jarayonlarni boshlaysiz va parallel ravishda Auslands portalda ham termin uchun hujjat to'ldirasiz. Va bu Auslands Behordadagi jarayonlarda sizni hujjatlaringizni tekshirib chiqib, sizda kamchiliklarni to'g'irlab va sizga javob berishgunicha u Auslands portalda ham sizni hujjatlaringiz tekshirilib, bu yoqqa Auslands Behordaga yuborilgan bo'ladi va bu jarayon tezlashishiga olib keladi. Xo'p, Auslands Behordaga hujjatlarni qanday topshiraman degan savol tug'ilishi mumkin shu yerda. Auslands Behordaga har bir boya aytib o'tganimdek, har bir Auslands Behorda alohida. Shuning uchun qanday imkoniyatlar bor? Bir xil Auslands Behordalarda siz onlayn hujjat topshirsangiz bo'ladi. Familiya Naqsun va Kinder Naqsunga. Xo'p, onlayn Auslands Behordaning saytiga kirasiz, u yerdagi jarayonlar bilan tanishib chiqasiz. Qaysi Bundeslandda bo'lsangiz, o'sha yerdagi jarayonlar bilan tanishib chiqasiz. Agar onlayn topshirishning imkoniyati bo'lsa, onlayn topshirasiz. Onlayn imkoniyati bo'lmasa, Auslands Behordaga borib topshirasiz. Agar shunday joyi bor, bir xil Auslands Behordalar faqat termin bilan qabul qilinadi. Bu joyda shunaqa agar Bundeslandda yashaydigan bo'lsangiz, siz termin olib keyin borib topshirasiz. Yana bir jarayoni bor, yoki email orqali yuklasangiz hujjatlaringiz jo'natsangiz ham bo'ladi. Uning uchun o'sha Sprechpartner deydi. Auslands Behordaning saytiga kirasiz va Sprechpartneringizni bilib, uni emailini bilib, siz email orqali hujjatlaringizni yuklaysiz. Undan tashqari yana bitta yo'li, borib siz o'sha briefkasten deydi, ya'ni hujjat qutisi bo'ladi. Har bir Auslands Behordada hamma hujjatlaringizni yuklab, tashqarisiga o'sha Sprechpartneringizni ism familiyasini va anonsini yozib, ichiga xuddi motivatsion shag'aybinga o'xshab biroz ozgina qismda hamma hujjatlaringizni to'plab va uni ichiga kichkina motivatsion shag'aybinga o'xshash xat yozib, nima qilmoqchiligingiz, sizni adreslaringiz, hammasi ma'lumotlarni yozib, siz uni briefkastingga tashlasangiz bo'ladi. Lekin maslahatim yoki onlayn yuklash yoki borib turib, o'sha Auslands Behordaning o'zida borib hujjatlarni hammasini yuklaganingiz ma'qulroq, berganingiz ma'qulroq. Xo'p, endi hujjatlarga o'tamiz. Xo'p, Auslands Behordaga qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi? Shu yerga videoga chiqarib qo'yaman qanaqa hujjatlar kerakligini. Ularni hammasini siz o'sha ekranda pauza qilib bilib olishingiz mumkin. Bu ham ikki qismga bo'linadi: turmush o'rtog'ingiz uchun va farzandingiz uchun. Xo'p, bu hujjatlarni hammasini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi hujjatimiz Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag bo'lishi mumkin sizga 6 oylik, 1 yillik yoki 2 yillik va boshqalar bo'lishi mumkin. Agar siz 6 oylik yo 1 yillik yoki qanaqa hali siz sinov muddatidan o'tmagansiz, shunaqa vertraglar bilan topshiradigan bo'lsangiz, ularda savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun maslahatim 6 oylik o'sha undan o'tib oling, 6 oylik sinov muddatidan o'tib oling va undan keyin hujjatlarni Auslands Behordaga topshiring va jarayonlarni boshlang. Endi ikkinchi navbatda yana nima kerak bo'ladi? Mietvertrag. Mietvertragda albatta sizni hamma uyingizni metr kvadratlari va manzili, qolgan hamma ma'lumotlar bo'lishi lozim. Undan tashqari shunaqa joy bo'lishi kerakki, iloji bo'lsa shu narsani qo'shirsangiz undan ham yaxshi bo'ladi. O'sha sizni ijarachingizga aytsangiz, men oilam yo ayolimni yo turmush o'rtog'imni yo farzandimni qo'shib olib kelaman, shuning uchun iltimos Mietvertragga qo'shib shularni qo'shib yozing degan joyda Mietvertragga kiritib qo'yilsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Undan tashqari Mietvertrag bilan sizda Melde Bescheinigung degan hujjatingiz kerak bo'ladi. Melde Bescheinigung nima? Siz Germaniyaga kelganingizda siz o'zingizni ro'yxatga qo'ydirasiz, ya'ni anmelding qilasiz. O'sha anmeldingingizni tasdiqlovchi hujjat Melde Bescheinigung
o'sha kerak bo'ladi. Endi bir xil joylarda yana ko'rdim von GB5 deydigan degan, ya'ni sizni uyda sizga berganligi to'g'risidagi yana bitta hujjatni ham so'rashar ekan. Uni ish beruvchi tomonidan olasiz Medfairtrack bilan birgalikda. Uni ham olsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Keyin ayolingizni g'ayzapasi albatta onlayn yuklaydigan bo'lsangiz, onlayn yaxshi skener qilingan holatda, agar onlayn olib boradigan bo'lsangiz, iloji bo'lsa rangli ravishda chiqarib oling. Endi offensive titlingiz old va orqa tomoni o'shalarda iloji bo'lsa rangli kopiya qilib olganingiz ma'qulroq. Endi o'zingizni g'ayzapasingiz va viza bor joylarda ham rangli kopiya qilib olganingiz yoki skener qilganingiz ma'qulroq. Undan keyingisi Hayrat Erkundi bu nikoh guvohnomasi o'zimizdagi. Uni iloji bo'lsa nemis tiliga O'zbekistonda tarjima qildirib, yana apostil qilib oling. Agar siz Germaniyada bo'lsangiz va Germaniyada tarjima qilinmoqchi bo'lsangiz, iloji bo'lsa background kopiya, ya'ni originaldan kopiya qildirib olganingiz ma'qulroq. Endi oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 3 oylik loan Abrechnung. Loan Abrechnung nima degani? Loan Abrechnung sizni 3 oylikdagi oyligingizni qanchasi sizga tegadi, qanchasi soliqlarga ketadi, hammasi. Bir xil joylarda ko'rdim, 6 oylik ham ma'lumot, 6 oylik degan ma'lumot bor. Agar siz Germaniyada hududida 6 oy yashagan bo'lsangiz, iloji bo'lsa 6 oylik loan Abrechnungni oling. Ya'ni keyinchalik kamchilik tug'ilib, keyinchalik yugur, yana boshqa hujjat talablari bo'lmasdan 6 oylik loan Abrechnung. Endi undan tashqari sizning Versicherung kartangizda kopiyasi, rangli kopiya iloji bo'lsa. Yana bitta narsa, siz formalar to'ldirishingiz kerak, ya'ni antrak ariza to'ldirishingiz kerak. Uni onlayn to'ldiradigan bo'lsangiz saytda, bo'lmasa saytdan iloji bo'lsa yuklab oling va uni to'ldirib onlayn rangli ravishda chiqarib olsangiz, to'ldirib olsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Uni qaysi saytdan yuklayman, olaman desangiz, uni o'zingizni Bundeslandingizdagi Auslandsbehörden saytiga kirasiz va Familie Nachson, Kinder Nachson degan ikkita formularni yuklab olasiz va bularni to'ldirib Auslandsbehördenga olib borasiz. Bu ayolingiz uchun edi. Yana bitta narsa, ayolingiz, turmush o'rtog'ingiz uchun edi. Yana bitta narsa, o'sha Medfairtrack haqida. Endi oxirgi jarayonlarga qaraydigan bo'lsak, oxirgi jarayonlarda ko'pchilik aytayapti, metr kvadrat bekor bo'lgan deb. Lekin iloji boricha harakat qiling kattaroq uyda olishga. Masalan, siz ayolingiz va yana ayolingiz, turmush o'rtog'ingiz va farzandingizni olib keladigan bo'lsangiz, eng kamida 60 metr kvadratli joyda olganingiz ma'qulroq. Undan tashqari yana bitta narsa, ozgina bu ham muhokamalarga sabab bo'lyapti. Sprach sertifikat, ya'ni til kursi sertifikati, til sertifikati. Endi men Bundesland ataylab saytiga kirib ko'rdim. O'zim yashaydigan Bundesland saytida o'sha A1 sertifikat so'ralgan. Endi hamma Bundeslandda har xil. Shuning uchun endi yaxshi bo'lardi agar sertifikat bo'lsa. Agar sertifikat bo'lmaydigan bo'lsa, sertifikatsiz harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Endi farzandnikiga o'tamiz. Farzand uchun qanaqa hujjatlar kerak? Auslandsbehörden. Buni ham chiqarib qo'yaman. Albatta, o'sha Geburtsurkunde, ya'ni tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. O'zbekistonda tarjima qildirsangiz, tarjima apostil bilan tarjima qildiring. Agar Germaniyada tarjima qildiradigan bo'lsangiz, background kopiya, ya'ni o'sha o'zidan tarjima qildirganingiz ma'qulroq. Background kopiya qilib, keyin g'ayzapasi, albatta bolaga ham pasportni olganingiz ma'qulroq. O'sha pasportni yoki kopiyasi yoki o'sha onlayn topshirmoqchi bo'lsangiz, uni skener qilingan variant.
Endi agar siz masalan yolg'iz ota yoki yolg'iz ona bo'ladigan bo'lsangiz, so'rgerek hujjat. So'rgerek nima degani? So'rgerek bu o'sha sud tomonidan berilgan sizni o'sha yolg'iz vasiyligingiz to'g'risidagi hujjat. Vasiylik desak to'g'riroq bo'ladi. Yana farzandga ham ariza to'ldiriladi. Arizani albatta Avslands Behordenning saytidan olib to'ldirish lozim bo'ladi. Xo'p, hamma Bundeslandda har xil ariza formalari bo'lgani uchun u narsani qilib o'tmadik. Kirib, u tushunarli, shunday bo'lib ism familiyangizni, boshqa ma'lumotlaringizni kiritasiz va kimda olib kelayotganligingiz va farzandingizni yoki ayolingizni yoki turmush o'rtog'ingizni kimda olib kelayotganingizni kiritib va shundan so'ng chiqarib olasiz yoki saytga yuklaysiz. Endi esa ikkinchi jarayonga o'tamiz. Bu Avslands Behorden bilan qilinadigan jarayonlar hammasi edi. Endi Avslands Behordenga hamma hujjatlarni topshirdingiz. Undan keyingi etap nima bo'ladi? Undan keyingi etap siz Avslands portaliga hamma hujjatlarni yuklaysiz. Bundan tashqari yana hujjatlar kerak bo'ladi. Ularni hozir quyida ko'rib chiqamiz. Uni ariza to'ldirish mobaynida hammasini bitta-bitta ko'rib va ularga hammasini razbor qilib chiqamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Qani bo'lmasa boshladik. Xo'p, birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi o'sha Avslands portali sayti. Shuni Google'ga Avslands portal deb yozsangiz, shu joy chiqadi. Consular Services portal homepage. Bunga kiramiz. Xo'p, bu yerda qismlar bor. Pasport, viza, hammasi. Hop, endi inglizchada, nemischada to'ldirishingiz mumkin. Men ko'proq inglizcha qulayroq, kimga qanday bo'lsa. Pastiga tushsangiz, mana pasport, viza bo'limi bo'ladi. Viza bo'limiga o'tamiz. Viza bo'limiga o'tgandan so'ng bu Chanson-kartaga, Blau-kartga, Ausbildung bilan, diplom bilan tugatganlar uchun arizalar, Erfahrung, ya'ni tajribasi borlar uchun, kvalifikatsiya qilish uchun hammasiga bor. Yana ozroq tushsangiz, mana bu ikkita joy familiya naqsini uchun. Bittasi turmush o'rtog'ini, bittasi farzandni biriktirish uchun. Endi birinchi navbatda biz ko'rib chiqamiz o'sha turmush o'rtog'ini birlashtirish. Hop, bu yerda mana ko'rsatib o'tilgan nimalar bo'lishi kerak, referens personga tegishli joylari iloji bo'lsa o'qib chiqqaningiz ma'qulroq, chunki bu yerda qisqacha quyidagilar yozilgan. O'sha Germaniyada bo'lishi, Aufensitel bo'lishi, 18 yoshga kirgan bo'lishi, ikkalasi ham shu kabi gaplar yozilgan. Mana bu yerda esa 3 ta narsani keltirib qo'yibdi. 3 ta o'sha kerak bo'ladigan qismlari. Birinchisi 18 yoshga to'lgan bo'lishi, o'sha Sprachkenntnisse, ya'ni o'sha A1 sertifikat kerak bo'lishi va shunga o'xshash talablar. Endi davlatni tanlaymiz. O'zbekiston, Toshkent. Online. Xo'p, registratsiya qilishimiz lozim bo'ladi. Registrieren. Roziman, bestätigen. Davom etamiz. Erlauben. Hop, bu yerda siz o'zingizning ma'lumotlaringizni yozasiz. Familiyangiz, ismingiz, email adresingiz, o'sha pasport, ya'ni o'sha nima deydi?
parolni yozishingiz lozim bo'ladi va parolni qaytarib yozasiz va uni beshtetigan qilib registrирован tugmasini bosasiz. Endi xo'p, iloji bo'lsa shu joyda shu narsani aytib o'tishim lozimki, siz turmush o'rtog'ingizga ham va farzandingizga ham iloji bo'lsa bitta-bittadan Gmail oching. Ikkalariga ham alohida. Uni har doim kuzatib turish uchun yangi Gmail ochganingiz ma'qulroq, chunki eski Gmailga har xil SMS keladi. Siz chalib qolishingiz mumkin yoki kerakli emailda ko'rmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun alohida Gmail oching. Hozir siz buni masalan birinchi turmush o'rtog'ingizga to'ldiryapsiz. Turmush o'rtog'ingiz nomidan to'ldiryapsiz. Xo'p, endi keyingisiga o'tganingizdan so'ng siz emailingizni beshtetigun qilishingiz lozim. Emailingizga beshtetigun uchun bir sahifa keladi va uni beshtetigun qilasiz. Xo'p, iloji bo'lsa ikkitadan Gmail ochganingiz ma'qul. Birinchi emailni kiritasiz va yana yangi email kiriting deb aytadi ular. Yoki birinchisiga eski emailni kiritib, undan keyin yangi email ochib, o'sha yangi emailni ikkinchisiga kiritsangiz, uni ham beshtetigun qilasiz. Unga ikkinchisiga kod keladi, beshtetigun kod. O'sha beshtetigun kod kiritgandan so'ng siz o'sha Asans portalda Osver degan antni ichiga kirasiz. Shunda sizda turadi. Mana shu holatda turadi. Birinchi protsess ishlanishda degan. Buni ochamiz. Endi bu yoqda turibdi, unvollständig antrakt ochamiz. Endi bu yoqda Antragsformular, Antrag ausfüllen und Dokumente hochladen turibdi. Biz birinchi formulani to'ldirishimiz lozim. Endi davom etamiz. Bu yerdagi qismlarda iloji bo'lsa o'qib chiqqaningiz ma'qulroq. Bizga tushamiz. O'sha siz turmush qurganmisiz degan savol yozilyapti bu yerda. O'sha sizda referens personingiz, ya'ni Germaniyadagi, ya'ni siz qaysi davlat fuqarosi hisoblanadi deyapti. Xo'p, bu yerda savol bo'lyapti. Qaysi fuqarolikka ega? Sizni o'sha Germaniyadagi referens person, ya'ni o'sha sizni haqingizga kelib ketyapti. Siz agar turmush o'rtog'ingiz uchun to'ldirayotgan bo'lsangiz, bu yerda hozir siz turmush o'rtog'ingiz nomidan ariza to'ldiryapsiz. O'zingizda o'sha qaysi fuqaroligingizni yozasiz. Birinchisida Germaniyaniki, ikkinchisida vizasiz Germaniyaga kira oladigan ikkinchi davlat, uchinchi davlat yoki o'sha qolgan uchinchi davlat ko'rinishida. Biz qolgan uchinchi davlatga kiramiz, ya'ni Yevropa hududida yashamaymiz. Shuning uchun siz haqingizda yana ma'lumot so'ralyapti.
siz o'sha birinchisini belgilaysiz. Siz Germaniyadasiz va qo'lingizda Aufenthalt titlingiz bor. Yana sizda savol tug'ilyapti bu yerda. Qaysi Aufenthalt titlingiz qaysi biriga tegishli degan. Siz o'sha birinchisi Aufenthalt titel für Fachkräfte deganni belgilaysiz. Sizda o'sha referens personingiz, ya'ni Germaniyadagi insoningiz Germaniyada yashayaptimi, o'sha Germaniyadami, o'sha deb aytyapti. Bu yerga siz o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan qachon anavni olgansiz, nikoh guvohnomasini olgansiz, o'sha nikoh guvohnomasi olingan sana yoziladi. Bu yerda so'ralyapti, o'sha sizning nigohingiz Germaniyada tasdiqlanganmi deb. Agar sizni nigohingiz Germaniyada tasdiqlangan bo'lsa, ha, yoki siz nigohni O'zbekistonda o'tgan bo'lsangiz va Germaniyada hech qanaqa hujjatingiz tasdiqlanmagan bo'lsangiz, nein tugmasini bosasiz. Nigohni qayerda o'tkazgansiz ro'yxatdan o'shani yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda siz so'rayaptiki, o'sha turmush o'rtog'ingiz va siz uchun bu birinchi nikohmi degan savol bo'lyapti. Yana bosamiz va interaktiv formullarga o'tamiz. Birinchi qismini to'ldiramiz. Siz turmush o'rtog'ingiz nomidan to'ldiryapsiz, shuning uchun o'zim uchun to'ldiryapman degan tugmani bosasiz. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. O'zingizda o'sha turmush o'rtog'ingizni familiyasi, anavdan oldingi, masalan, to'ydan oldingi familiyasi bo'lishi mumkin, to'ydan oldingi familiyasi. Keyin ismini kiritasiz bu yerga va tug'ilgan sanasi, tug'ilgan joyini kiritasiz va tug'ilgan mamlakati, o'sha jinsini kiritasiz va oilaviy holatini, hozir qaysi davlat fuqaroligini kiritasiz. Oldin qaysi davlat fuqarosi bo'lgan bo'lsa, o'shani kiritasiz. Agar sizni farzandingiz bo'lsa, farzandingiz bor. Endi bu yerga o'sha farzandingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Farzandingizni familiyasi, ismi, keyin jinsi, tug'ilgan sanasi, tug'ilgan joyi, hozir yashash joyi va fuqaroligi. Fuqaroligini bosasiz va Hinzufügenni bosasiz. Agar yana bitta farzandingiz bo'lsa va keyin Hinzufügen qilib u farzandingizni ham qo'shasiz. Endi sizda ota-onangizda ism familiyalar. Hop, otangizni familiyasi, ismi, qaysi davlatda fuqarosi, qachon tug'ilganligi, hozirgi aytayotgan narsalarim o'sha siz turmush o'rtoq tomonidan to'ldiryapsiz. Turmush o'rtog'ingizni otasini ism familiya va anavlarni kiritasiz. Bu yerda familiyasi, ismi, qaysi davlat fuqarosi, qachon tug'ilgan, tug'ilgan joyi, hozir qayerda yashaydi va pastroqda. Endi onasini, o'sha turmush o'rtog'ingiz onasini ma'lumotlarini kiritasiz. Familiyasi, ismi, hozirgi davlati, hozir fuqaroligi va qachon tug'ilgan.
qayerda tug'ilgan va hozir qayerda yashaydi. Pastda sizni o'sha turmush o'rtog'ingizni, ya'ni qanaqa kasbi qayerda? Kasbi qanaqa kasbda, masalan, hamshira, shifokor yoki kimdir. Endi hozir qaysi kasbda? Bu qismda ham to'ldirib bo'lganimizdan so'ng endi kontakt datalarga o'tamiz. Ya'ni sizda ma'lumotlaringiz, ya'ni turmush o'rtog'ingizning ma'lumotlari. Turmush o'rtog'ingiz hali O'zbekistonda, shuning uchun O'zbekistondagi ko'chasi, uyini nomeri, yana qanaqadir adres bo'lsa, adresda postensial, ya'ni o'sha pochtani nomeri, joy, ya'ni shaharda va land, ya'ni mamlakatda, undan keyin telefon nomer va email kiritiladi. Siz o'sha uyingiz, bu yerda shunday savol bo'lyaptiki, oxirida siz yashayotgan davlat sizni fuqarolingizdan tashqaridagi davlatmi degan. Agar siz yana bossangiz, o'sha yashayotgan davlatingizdagi aufenthaltitlingiz, ya'ni yashash ruxsatnomangizni kiritishingiz lozim bo'ladi. Keyingi qismda asvayz papier haqida ekan, uni ham kiritib o'tamiz. Xo'p, hujjatlaringiz, o'sha turmush o'rtog'ingiz pasporti. Qanaqa pasport? Albatta g'ayzapas. Nomeri qachon berilgan? Qayerdan berilgan va qachongacha o'sha anaviz o'tadi? Qaysi davlat tomonidan berilgan va qachongacha amal qiladi? Ausgestellt fond kim tomonidan berilgan? O'sha pasportingizda yozib qo'yilgan bo'ladi, kim tomonidan berilgani va qayerda berilgan, uni ham yozishingiz kerak. Xo'p, bu bilan pasport qismini yakunlaymiz va keyingi qismga o'tamiz. Endi referens person haqida gap ketadi. Referens person Germaniyadagi inson, ya'ni siz. Okay. O'sha sizni familiyangiz, ismingiz, sizni jinsingiz, qachon tug'ilgansiz, qayerda tug'ilgansiz, fuqarolingiz, yashaydigan ko'cha, uyni nomeri, postensial, uyni nomeri, undan so'ng o'sha pochta manzili, pochta raqami to'g'rirog'i va shahar, keyin shahardan keyin mamlakatda va telefon nomeringizni kiritasiz. Undan keyin o'sha emailingizni yozasiz. Bu yerda yozilyaptiki, o'zi sizniki g'ayzapasingizda boshqacha va boshqa joyda o'zingizning tilingizda qanday yoziladi. Masalan, siz familiyangiz pasportda boshqacha yo boshqa joyda ID kartangizni boshqacha bo'lishi mumkin. Birinchi o'sha ID kartangizdagi, O'zbekistonda ID kartasidagi boshqa ism familiyani yozasiz. Birinchisiga familiya, ikkinchisiga ism. Yana andig'i namen bo'lsa, o'sha qanaqadir laqab yo nimadir bo'lishi mumkin, ularni yozib o'tirish shart emas.
endi keyingi qismga o'tamiz. Reference person haqida hamma narsani tugatdik. Endi yashash haqidagi ma'lumotlar. Bu yerda so'rayapti, sizni yashash xarajatlaringizni kim qoplaydi? Bu yerga yozasiz o'sha turmush o'rtog'ingiz. Qanaqadir Fairflix erkinlig'im bormi deb so'rayapti. Buning uchun siz agar Germaniyada bo'lib turibsiz, turmush o'rtog'ingizni albatta xarajatlarni qoplaysiz. Shuning uchun sizda Fairflix erkinlig'ini olganmisiz? Olgan bo'lsangiz, uni Auslandsbehördadan olinadi. Siz ya'ni o'sha turmush o'rtog'ingizga moliyaviy tasdiqlayapsiz. Turmush o'rtog'ingizni pul bilan ta'minlashni moliyaviy tasdiqlayapsiz. Ha, albatta reference person tomonidan. Mana qayerdan qaysi Auslandsbehördadan olgan bo'lsangiz, o'shani belgilaysiz va sanasini yozasiz. Endi siz o'sha kelajakdagi Germaniyadagi yashaydigan joyingiz, ya'ni o'sha sizni o'zingizni manzilingizni yozasiz. Siz Germaniyadasiz va o'zingizni manzilingizni yozasiz. Ko'cha, uyning nomeri, pochta raqami, shaharingiz, bitta Einzelzimmer, bir xonalimi, ikki xonalimi? Mitzimmer degan joyga ikkita simmer deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda sizga 3 ta savol chiqyapti. Xo'p, siz Germaniyaga kelayotganingizda o'sha uyingiz, O'zbekistondagi uyingiz saqlanadimi? Albatta ha. Qaysi uyingiz saqlanadi yozib o'tasiz. Endi siz o'sha kim bilandir, oilangizda kim bilandir kelmoqchimisiz? Albatta ha, chunki siz farzandingiz bilan kelasiz. Shuning uchun farzand kiritiladi. Bu yerda Krankenversicherungingiz bormi? Siz o'sha turmush o'rtog'ingiz tomonidan to'ldiryapsiz. Hali sizda Krankenversicherun iloji bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz va farzandingizga qilib qo'yganingiz ma'qul. Yana bo'lsa berasiz. Antrax formularini hammasini to'ldirib o'tgandan so'ng keyingi qismga o'tamiz. Endi hujjatlarni yuklashimiz kerak bo'ladi. Hujjatlarni yuklash degan qismga o'tamiz. Birinchi qismda iloji bo'lsa hamma hujjatlaringiz PDF formatda va 10 megabaytdan kichkina holatda bo'lishi lozim. Hujjatlarni yuklash qismini bosamiz va hujjatni yuklaymiz. Keyingi qismda yana bir marta qaytarib o'taman, siz turmush o'rtog'ingiz tomonidan to'ldiryapsiz bu narsani. Turmush o'rtog'ingizda anason g'ayzapasini yuklaysiz. Endi reference person, ya'ni Germaniyada siz bo'lsangiz, sizda pasportingizni yuklaysiz. Xo'p, endi keyingi qismda
aytyapti. Nachweis über eingetragene Lebenspartnerschaft. Ya'ni o'sha sizni yashashingizni tasdiqlovchi, birga yashashingizni tasdiqlovchi hujjat. Ya'ni nikoh guvohnomasi Hayrat Serkunda, albatta uni yuklaysiz. Bu yerda yozib qo'yibdi. Tarjimasi bilan, albatta tarjimasi bilan yuklaysiz. Germaniyaga albatta tarjima qilingan va apostil qilingan holatda. Bu yerda so'ralyapti, o'sha sizni turmush o'rtog'ingiz bilan yashayotganingizni, ya'ni turmush o'rtog'ingiz ekanligini tasdiqlovchi hujjat. Bu o'sha Hayrat Serkunda, ya'ni nikoh guvohnomasini yuklash lozim bo'ladi. Data huquqlarini qilib uni yuklaysiz. Undan keyin esa uni iloji bo'lsa tarjimasini ham tarjima qilingan bo'ladi va tarjimasini ham qo'shib yuklaysiz. Keyinda bu yerda o'sha referens personni, ya'ni Germaniyadagi sizni Germaniyada yashayotganingizni tasdiqlovchi hujjat so'rayapti. Bu odatda melda beşaynigun, ya'ni siz anmeldon qilganda beriladigan hujjatni so'rayapti. Undan keyingi qismda o'sha offensive titlingiz oldingi va orqa qismlarini skenner qilingan holatda yuklaysiz. Bundan keyin agar siz o'sha boshqa davlatda yashayotgan bo'lsangiz, ya'ni O'zbekiston emas, boshqa davlatda yashayotgan bo'lsangiz, u yerdagi offensive titlingizni yuklashingiz kerak bo'ladi. Hop, keyingi navbatda hop, siz albatta harakat qilib ko'rasiz, o'zingizni anavizdan, o'sha Ferzeherungingizdan turmush o'rtog'ingiz va farzandingizga ularni ham Ferzeherung qilishga, agar buni imkoni bo'lmasa, ularga Reiseversicherung, ya'ni sayohat sug'urtasi qilib berasiz va u yerga o'sha sayohat sug'urtasini yuklaysiz. Keyin bu yerda Vorabzustimmung, agar Vorabzustimmung qilgan bo'lsangiz, Vorabzustimmung yuklanadi va qo'shimcha hujjatlar. Agar yana qanaqadir hujjatlaringiz bo'lsa, sonstiga degan joyga yuklasangiz bo'ladi. Xo'p, bularni hammasini yuklab bo'lgandan so'ng so'rikchuv bersikt qilamiz va hammasi to'plangan. Shu joyda shuni aytib o'tishimiz kerakki, bu yoqda biz antrakt to'ldirib bo'lgandan so'ng antrakt ofner qilamiz. Masalan, bu o'sha turmush o'rtog'i uchun to'ldirilgan antrakt. Antraktni umumiy to'ldirib bo'lgandan so'ng keyin so'roq qilamizda, bu joyda bitta antrakt jo'natsangiz bo'ladi, faqat turmush o'rtog'ingizga, yoki o'sha farzandingizni ham antraktini qo'shib jo'natsangiz bo'ladi. Faqat bitta antrakt to'ldirmoqchi bo'lsangiz, masalan, ikkinchisini o'chirib tashlaymizda, ikkinchisini hinsofagan qilmaysizda, bitta turmush o'rtog'ingizga to'ldirmoqchi bo'lsangiz, Vollständig chiqadi. Shu yerda Vollständig chiqadi. To'liq to'ldirgandan so'ng keyin fotofag'il qilib, keyingi qadamga o'tasiz. Va u yerda bitta ko'rib chiqasizda antraktingizni va jo'natasiz. Bu yerda hozir keyin chiqishi mumkin, Wartezeit bo'lishingiz mumkin. Wartezeit degani o'sha kutish qismida. Undan so'ng Vorprüfungda bo'lishingiz mumkin, u degani tekshirilyapti sizni hujjatlaringiz va oxirida shunaqa ssilka chiqadi. Ya'ni o'sha shunaqa ssilka chiqadi. Termin Vereinbarung degan. O'sha ssilka orqali kirib termin olasiz. Termin bittada bo'lmasa, xavotir bo'lib, tushkunlikka tushmang. Siz har kuni ko'rib turishingiz kerak. Termin qachondir chiqadi va siz termin olishingiz mumkin bo'ladi. Bu turmush o'rtog'i uchun to'ldirish haqida edi. Endi farzandga hujjatlarni to'ldiramiz va antrakt to'ldiramiz va hujjatlarni yuklaymiz. Xo'p, bu yerdan
Kindernachsun deganni belgilaymiz va antrak qo'shamiz. Hop, Kindernachsun endi farzandga to'ldiramiz. Bu yerda ham mana 3 ta joyga chiqib turibdi bizda. Birinchisi o'sha savol-javoblar, ikkinchisi Videxdagi ariza, uchinchisi dokumentlarni to'ldiramiz. Siz buni ham farzandingiz nomidan to'ldirasiz. Bu yerda ma'lumotlar keltirilgan. Arizani kim to'ldiryapti? Ya'ni siz otasi yoki onasi bo'lsangiz, o'sha familiyangizni yozasiz. Kimdir deb. Keyingisi. Xo'p, fuqarolik haqida so'rayapti. Ya'ni sizda Germaniyadagi sizda fuqarolingiz Deutsche yoki Germaniya fuqarosi yoki boshqa davlat fuqarosi. Keyingi qismga o'tamiz. Farzandingiz necha yosh? 16 yoshdan kichkina bo'lsa, 16 yoshdan kichkina. Qachon tug'ilgan? Bir datumni kiritasiz. Farzandingiz hozirda leydik, ya'ni turmush qurmaganmi, bo'ydoqmi deyapti. Deydi. Sizda ya'ni o'sha referens personda offensal titli bormi? Birinchini belgilaysiz agar offensal titlingiz bo'lsa. Qanaqa offensal titlingiz qanaqa? Humanitar yoki boshqa offensal titel. O'sha siz Germaniyada yashaysizmi? Albatta ha. O'sha tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida sizning ism familiyangiz bormi? Albatta ha. Bu yerda aytilyaptiki, o'sha kelayotgan bolaga Germaniyadagi inson vasiymi, ya'ni Zorberichtmi? Albatta. Agar siz va turmush o'rtog'ingiz ikkalalaringiz ham hali vasiyligingiz saqlanayotgan bo'lsa, ya'ni ajrashmagan bo'lsangiz, birinchisini belgilaysiz. Bu yerda so'ralyaptiki, o'sha turmush o'rtog'ingiz, ya'ni O'zbekistonda bo'lgan turmush o'rtog'ingiz undan Germaniyadan tashqarida Germaniyadan tashqarida qoladigan bo'lsa, siz ya'ni bosasiz. Agar farzandingiz bilan birga keladigan bo'lsa, siz yo'q, lekin birga farzand bilan birga nonga keladi. Ya'ni farzand bilan birga Germaniyaga keladi deganni belgilashingiz kerak bo'ladi. Endi birinchisida savol-javoblarni to'ldirib bo'lgandan so'ng, ikkinchisi antrakka o'tamiz. Va antrak formalarida to'ldirib chiqamiz. Bu yerda siz kim uchun ariza topshiryapsiz? Birinchisi o'zingiz uchun, ikkinchisi 18 yoshdan katta bo'lgan boshqa inson uchun, uchinchisi o'sha farzandingiz uchun ariza topshiryapsiz. Siz o'sha siz vasiymisiz o'sha odam uchun deyapsiz. Deyapti bu yoqda yo ha yoki yo'q degan joyini belgilashingiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Bu yerda farzandingizda ismi, tug'ilgandagi birinchi familiyasi, tug'ilgandagi familiyasi, keyin ismi, keyin tug'ilgan sanasi, tug'ilgan joyi, keyin tug'ilgan mamlakati, jinsi, oilaviy holati,
kiritasiz, keyin qaysi davlat fuqarosi yoki oldin qaysi davlat fuqarosi bo'lgan, o'shani kiritasiz. To'ldirib bo'lgandan so'ng keyingi qismga o'tiladi. Endi o'sha ariza to'ldirayotganda anavisi otasini familiyasi, ismi, qaysi davlat fuqarosi va ya'ni sizni qaysi davlat fuqarosisiz va tug'ilgan sanangiz, tug'ilgan joyingiz, yashayotgan joyingiz, farzandni onasini familiyasi, ismi, qaysi davlatda fuqarosi, qachon tug'ilgan, qayerda tug'ilgan, hozir qayerda yashaydi. Ish bu yerda o'sha ishni yozib, bularni menimcha yozish shart emas. Xo'p, farzandingiz qayerda yashaydi? Ko'chasi, uyda nomeri, yana qanaqadir adres bo'lsa uni, pochta manzili, shahar, mamlakat, telefon va emailda kiritasiz. Endi Ausweis Papier, ya'ni o'sha pasportni kiritasiz. Qanaqa pasport? Farzandingizga pasport olgan bo'lishingiz kerak. Albatta, Reisepass belgilaysiz, uni nomeri, qachon berilgan, qaysi davlat tomonidan berilgan, qachongacha amal qiladi, kim tomonidan berilgan va qayerda berilgan, qaysi shaharda berilgan, o'shani yozishingiz kerak bo'ladi. Endi o'sha sayohat ma'lumotlari. Familiya Naqsun. Endi qachondan qachongacha qolmoqchi farzandingiz, ya'ni kiritasiz. Xo'p, men Germaniyada, o'sha farzandingiz Germaniyada 12 oydan kam qoladimi, yo'qmi? Bu siz endi Germaniyada uzoq yashamoqchisiz, shuning uchun buni belgilash shart emas va qachongacha Germaniyada qolishini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Taxminiy yozib qo'yaverasiz, uzoqroq vaqtda mo'ljal qilib. Endi referens person, ya'ni siz haqingizda
xuddi boya to'ldirganimizdek buni ham to'ldirib chiqasiz. Familiya, ism, jinsingiz, tug'ilgan sana, joyingiz, mamlakat, qaysi davlat fuqarosisiz, yashaydigan joyingiz Germaniyadagi hammasini yozib chiqasiz. Qanaqadir boshqa joyda, masalan, o'zingizda tilingizda, o'zingizda ID kartangizda, O'zbekistonda ID kartasi boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Familiyangiz va ismingizda boshqacha yozilgan bo'lsa, ularda ham kiritib o'tasiz. Endi oxirgisi kim tomonidan qoplanadi? Farzandingizni anonsi kim tomonidan qoplanadi? Va Germaniyada yashash, o'sha farzandingiz Germaniyada yashasa, kim tomonidan qoplanadi? Bu yoqqa yozasiz va albatta referens person tomonidan qoplanadi deb yozasiz va buni Auslandsbehördedan olgan hujjatingizda va qaysi bir hujjatligini va uni qachon berilganini yozib qo'yasiz. Qayerda yashash? Farzandingiz Germaniyada kelsa, qayerda yashaydi? Sizda o'zingizda uyingizda manzilni kiritib o'tasiz. Xuddi o'sha turmush o'rtog'i uchun to'ldirganimizdek, xuddi o'shanday kiritib o'tasiz. Vononni belgilaysiz. Nechta xona? Masalan, 2 ta xona, 3 ta xona deb belgilab o'tasiz. Germaniyaga kelganingizda O'zbekistondagi farzandingizda yashash joyi saqlanadimi? Albatta ha. Oiladagi kim bilandir birga sayohat qiladimi? Albatta ha, chunki turmush o'rtog'ingiz bilan birga keladi. Krankenversicherung bormi? Germaniyada siz agar o'sha oldindan Krankenversicherung qilgan bo'lsangiz, o'shani hani bosasiz. Agar bo'lmasa, baribir bosishingiz kerak, chunki siz Reiseversicherung qilgan bo'lasiz. Bu yerda o'sha farzandingiz Germaniyada oldin ham bo'lganmi degan joy berilyapti. Endi pastida erklayapman. Bu yerda savollar bo'lyapti. Sudlanganmisiz? Albatta yo'q. Biron marta Germaniyadan deportatsiya qilinganmisiz? Albatta yo'q. Va qanaqadir quyidagi kasalliklar bilan og'riganmisiz? Albatta yo'q. Belgilaymiz. Xo'p, hammasini ko'rib chiqdik. Endi hujjatlarga o'tamiz. Xo'p, birinchisi pasport. Anavisda farzandingizda pasporti, ya'ni g'azipas olgan bo'lsangiz, g'azipasni yuklaysiz. Ikkinchisiga referens person, ya'ni sizda pasportingiz, shaxsiy informatsiyalaringiz bilan birga. Bu hujjatni siz MyGov saytidan yoki o'sha davlat xizmatlaridan farzandingizni haqiqatdan ham o'sha yerda yashashi, ya'ni O'zbekistondagi manzilni tasdiqlash uchun hujjat olasiz va uni nemis tiliga tarjima qilasiz. Tarjima qilib yuklaysiz. Endi tug'ilganlik haqida guvohnoma, albatta uni ham tarjima qilib, iloji bo'lsa apostil qilib yoki to'g'ri tarjima qilib qilish lozim bo'ladi. Bu yerda pastga yozib qo'yibdi. Tarjima to'g'ri bo'lishi kerak. O'sha Germaniyada tarjima qiluvchi Germaniyada qasamyod qilgan yoki diplomi anerkenun bo'lgan bo'lishi shart emas deb yozib qo'yibdi. Tarjima qilib yuklaysiz. Endi
hujjatda aytilyaptiki, o'sha sizni vasiyligingizni tasdiqlovchi hujjat deb aytyapti. Vasiyligingizni tasdiqlovchi hujjat odatda bizda O'zbekistonda o'sha tug'ilganlik haqida guvohnoma yetarli bo'ladi. Chunki u yerda sizni ism familiyangiz yozilgan bo'ladi, uni tarjima qilasiz. Ikkala ota-onani ham o'sha farzandni vasiyligi to'g'risidagi hujjatni yuklang deb aytyapti. Ikkalaringizda ham buni tasdiqlash uchun birinchi navbatda siz o'sha tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va uni orqasidan tagidan turmush nikoh guvohnomasini qo'yasiz va ularni Germaniya nemischa tarjimasini ham qo'yib saytga yuklaysiz. Ustiga iloji bo'lsa Nachweis über Sorgerecht Elternteil deb yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shu ikkalasi sizni tasdiqlaydi. Xo'p, referens personda Germaniyada yashashini tasdiqlovchi hujjat. Albatta bu o'sha Meldebeshanigun hisoblanadi. Meldebeshanigunda bu yerga yuklaysiz. Endi sizda bu yerga Aufentshalt titlingizni yuklaysiz. Oldi orqa tomonini PDF qilgan holatda 10 megabaytdan oshmagan holatda yuklaysiz. Agar siz o'sha farzandingiz Germaniyadan tashqari, O'zbekistondan tashqaridagi boshqa masalan davlatda yashasa, uni yashash ruxsatnomasini yuklashingiz kerak bo'ladi. Endi siz agar Krankenversicherung qilgan bo'lsangiz, Germaniyada o'shani bo'lmasa Reiseversicherungni yuklaysiz farzandingizda. Vorabsichtigung Auslandsbehördedan olgan bo'lsangiz o'shani, bo'lmasa Vorabsichtigung shart emas, Sonstige Dokumente degan joyiga endi iloji bo'lsa o'sha siz tomonidan farzandingizga o'sha chetga chiqishi mumkin bo'lganligi haqidagi hujjatni tasdiqlab yuklab qo'ysangiz, uni nemischaga tarjima qilib yuklab qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Sonstige Dokumente degan joyiga. Chunki bu juda ham muhim o'sha hujjatni qilish, chunki Germaniyaga hujjatsiz farzandingizda kirgizmasliklari mumkin. Xo'p, shu bilan hamma hujjatlarni ko'rib chiqdik. Qanday to'ldirishni ko'rib chiqdik. Albatta men qo'limdan kelgancha hamma jarayonlarni ko'rsatdim. Ikkalasini ham to'ldirganingizdan so'ng folshtenlik chiqadi va uni siz jo'natishingiz kerak bo'ladi. Bularni jo'natasiz va eventual Wartezeit ko'rsatyapti bu yoqda. Siz to'ldirib bo'lgandan so'ng Wartezeitda, undan keyin Vorprüfungda, undan keyin bu yerda ssilka chiqadi, Terminvereinbarung degan. O'sha yerga kirib terminda tekshirib turasiz va Terminvereinbarung chiqishi bilan sirasi belgilaysiz. Terminni belgilab bu hujjatlarni hammasini yana o'sha yerda ko'rsatib qo'yadi, qanaqa hujjatlar kerakligini. Hujjatlarni hammasini iloji bo'lsa originali va tarjimasi bilan elchixonaga olib borishingiz kerak bo'ladi. Herzlichen Glückwunsch, tabriklayman. Siz oila birlashtirish vizasiga va oilangizga o'sha viza olganingiz bilan tabriklayman. Biroz bo'lsa ham bizda qilgan harakatlarimiz sizga foyda berganidan xursandman juda ham. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Men ham bu narsani hamma joydan ma'lumotlar yig'ib, internetdan izlanib, nechta odamdan so'rab bu narsalarni topib va ozgina bo'lsa ham yordam berishga harakat qildim. Albatta ozgina harakatimizni ko'p yuqori baholaysiz degan umiddaman va Germaniyada ko'rishguncha. Xayr.